aka. Bu ukajonim. Bu qanaqa mashinalar diskasi? Bu Kenezi mashinalarining diskasi. Ko'rib turganingizdek, bugun sizlar bilan pol avtomatik mashinalarni maxsus ehtiyot qismlari haqida gaplashamiz. Ukajonim, 6 kilodan 10 kilogacha bo'lgan pol avtomatik mashinalar uchun maxsus aktivatorlari, ya'ni parraylari bo'ladi. Xo'p, juda ko'p insonlar parray yaxshi aylanmayapti, reduktor kiradigan joyi yedirilib ketyapti degani uchun biz buning yechimini topganmiz. Mana bunday turbucha joyini o'rtasiga maxsus temirlarni o'rnatganmiz. Bemalol sizga uzoq muddatga xizmat qilib beradi. Keyingisi bizda 6 kilodan 10 kilogacha bo'lgan maxsus reduktorlar bor. 4x4, 4x11, 4x10 reduktorlarimiz bor. Juda ko'p insonlar sizlarning reduktorlaringiz nimasidan farq qiladi deyish uchun biz bunga yaxshi mustahkam pachinlik va baquvvat shestronka o'rnatganmiz. Bemalol kelib sinab ko'rishingiz mumkin. Pol avtomatik mashinalar uchun ikki xil turdagi rezbasiz sanliklarimiz bor. Bularning razmeri 14-12 bo'ladi. Xo'p, keyingisi pol avtomatik mashinalari uchun 575, 625, 610, 555 lik maxsus remellari bo'ladi. Sizlardan chiqmasin, Instagramdan kelgan obunachilarimiz uchun hali ham 10% chekinmamiz davom etmoqda. Bundan tashqari Telegram kanalimizda kunlik yangiliklarimizni birma-bir qo'yib boramiz. Bemalol obuna bo'lib qo'yishlaringiz mumkin.